Assalomu alaykum, hurmatli meni obunachilarim, kuzatuvchilarim, opa-singillarim, tan joningiz sog'. Bugun xudo xolasa meni avtorskiy retseptlarim, ya'ni kremlarim ustida yaxshilab obzor qilib tushuntirib beramiz. Shu ustida gaplashamiz inshaalloh. Demak, bizga mana shu bong etib ketgan oqartiruvchi, intim zona, qo'ltiq osti, tizza va tirsak oqartiruvchi. Даже mana bo'yinlarimiz mana bu ayniqsa quyoshdan qorayib, kuyib ketadi. Imina qoraygan zonalar uchun juda ham zo'r lechebniy oqartiruvchi. Albatta buni nabor qilib ishlatishinglarni men tavsiya qilaman. Lekin bo'lmaganda ham muammo battar bo'lib ketmaslik uchun mana shu kremni olib ishlatishinglarni men maslahat beraman sizlarga. Aslida undaqa oqartiruvchi qoraygan zonalarning maxsus protseduralari bor. Lekin ko'p kishi uni kelib ola olmaydi. Anchagina qimmat. Protseduralarni ko'p kishi ola olmagani uchun men o'zimni ustimda o'qib, ishlab, 20 yillik tajriba bilan gapiryapman qizlarjonlar. Mana shunaqa oqartiruvchi naborlar chiqarganmiz. Albatta olinglar, ishlatinglar va juda ham natijasi a'lo darajada bo'ladi agar sizlar o'zingizlar e'tibor bilan ishlatsalaring. Va bu bebaho bo'lgan premium kачестводagi mana shu oqartiruvchim 30 mg dan iborat. Buni sizlar xohlasalaring 50 yoki 100 mg dan tayyorlab ham beraman. Bu mana shuni o'zi 100 ming so'mdan 30 mg 100 ming so'mdan. Bu bizni eng skidka narximiz. Bundan past bo'lmaydi, chunki men buni har doim 200 ming so'mdan bemalol sotganman. Demak, O'zbekiston bo'ylab hamma joyga dastavkamiz bor. Yana ham to'liq ma'lumotni direktimdan yoki Telegram lichkamdan yozsalaring, muammolaringni aytsalaring, yana ham to'liq ma'lumot qilib, naborlar qilib tushuntirib beraman men sizlarga qizlar. Zakaz uchun mana shu raqamlarga yozishinglar mumkin.